Kenayingni ahvoli og'ir. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Xullas menga pul kerak. Xo'p, necha pul? $5000. Xo'p, hozir. Hazillashyapsizmi? Nima bo'lsam bo'pti. Pul bermoqchimisiz? Ha? Bermaysiz pul. Sekinroq gapir, eshitadi. Eshitsa eshtursin. Pulimiz bor-ku. U remontni puli bermaysiz. Seni remontingdan akamga ishi muhimroq. O'tda meni ham pulim bor, bermaysiz. Vaqtida bizga qilgani esingizdan chiqdimi? Aka, bilaman, sizni ham qiynab qo'yapman. Lekin o'zim uchun emas, bo'lajak jiyaningiz uchun yordam so'rab keldim. Tezroq dori-darmon yetkazib bermasak, ayrilib qolishimiz mumkin. Ha, shumi muammo? Nima ekan deb cho'chib ketdim-ku men. Pul berib tura olasizmi? Ha, beraman. Amakisi bo'lib turib, men bermasam kim beradi pulni? Hozir o'tib tur. Hamma pullarni berib yuboryapsizmi? Ha, jigarim bo'lgandan keyin beraman-da. O'sha pullarga menga tilla olib beraman degan edingiz-ku. Ha, olamiz tillarni. Ukam ishini bitirib olsin. Ha, shu pul tursin o'rnida yaxshi-yomon kun bo'ladi. Orzu-havaslarimiz bor degandek. Shu pulni ukamga berib turaylik. Bir narsa bo'lar qolgan. To'xtang. Yo meni tanlaysiz, yo ukangizni. Boshqa gapim yo'q. Yaxshi o'tiribsanmi? Qara ukam, bizni bir joyga to'lovimiz bor edi. Keyin hamma pullarni yig'ib to'lab qo'yardi menga aytmasdan. Xafa bo'lmaysan ukam? Hammasini eshitdim aka. Xijolat bo'lmang. Yo'q, sen ukam noto'g'ri tushunding. Rahmat. O'shanda men bilan bolangiz o'lib ketishi mumkin edi. Yordam bermadi-yu. Yana kelganini qarang uyalmasdan. Kenayim o'lib qolishi mumkin. O'lsa o'lsin, o'lib ketmaydimi? Agar o'shanga hozir pul bersangiz, farzandimni olib ketaman, siz bilan yashamayman bo'ldi. To'g'ri aytasan. Mana aka. Rahmat. Kelinni gaplarini eshitdim. Bermaysan deb o'yladim. Birinchidan siz meni akamsiz. Ikkinchidan shu vaziyatda siz menga yordam berganingizda balkim sizga bog'lanib qolgan bo'larmidim. Men roziman. Olavering. Kelinchi, Ha, yo'llarni yig'i-sig'isida qayerga ketadi? O'zim gaplashib qo'yaman. Men uchun siz muhimsiz aka. Meni deya qonlarni yutgan, sal qoqilsam kaftini tutgan, ukam bor deb har on suyungan, Allohimning tuhfasi aka.